Mana Shohruh mana topdim aybini. Qara baki, ko'rsataman. Mana hozir Tracker Onyx'larda ko'proq Onyx'lar orqasi taqillab tiyib qolyapti. 3 ta odam chiqsa degan savollar bor-ku, kommentariyada ham bor. Bu mashina shunaqa, bu mashina yumshatilgan. Yumshatilishidan oldin ham bor edi, hozir ham bor-da deyishyapti. Bu mashina yumshoq, 3 ta odam o'tirganda doq tiyapti deyishyapti. Sen nima o'ylaysan? Keda baqa mana gulishtirdi, mana bu yerda tiyapti, mana. Mana bu yerda. Keyin mana bu yerda tiyapti mana. Mana izi. Mana. Ha, bir cho'lokka tiyapti-da. Cho'lokni ham mana tepa qismiga mana mashatga tegyapti mashatga. Mana mashatga. Xo'p, bu gulishni tiyapti. Endi buni sababini bilish kerak. Nimaga tiyapti? Ha? 3 ta odam o'tirganda. Masofa qisqarib ketyapti-da. Zavod buni hisobini olgan bo'lish kerak. Buni hozir to'g'irlash kerak, nimadir qilish kerak buni, gulishturni o'ylash kerak. Yoki umuman gulishturga tegmasdan turib hal qilish kerak. Tegmasligi uchun men fikrimcha mana gulishturni mana shu joyini jindek chiqarib turib rezinkadan ozgina qayirib qo'yamiz. Ikkinchi tomonini ham chiqarib turib ozginagina qayirib qo'yamiz. Pastga. Keyin sal tortiladi bu. Sal ozgina. Mana shunday, Ana undan keyin menimcha tegmaydi yoki bir tomonini o'zini qayirsak ham tegmaydi. Mana shu bilan hal bo'ladi, xudo xolasa. Hal bo'lsa video ketadi inshaalloh.